Jannat, do'zax haqida gapirsa, insonda aqliga sig'maydi. Siz o'ylab ko'ring. Sizga beriladigan hur ayinning ovozi musiqa bo'lsa, kulasizlar. Jannatiylarni bir qush uchib ketayotganda shuni yeyishni ishtaho qilsa, subhanaka Allohumma deyishigina bor. O'sha qush bir tomoni qo'rilgan, bir tomoni qaynatilgan holda pishirib kelingan. Yeb bo'lganingizdan keyin yana pirratib uchib ketadi. Aqlingiz oladimi? Har bitta odamga hurayindan moncha beriladi. Yana har bitta hurayinda 100 tadan cho'risi bo'ladi. Ularda hammasini shu sohibining haqqi bo'ladi desa, sahobalar yo Rasululloh, kuchimiz yetamikin deyishgan ekan. Har bitta erkakda u kunda 100 ta erkakda quvvati bo'ladi dedilar Rasululloh. Aqlingiz oladimi bularni? Aqlimiz olmaydi. Lekin u xabar olib kelayotgan zot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Alloh tomonidan olib kelgan xabarlarni sodiq deb qabul qilar ekan.